بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح رابع كتابنا أي قسمه قراءة وكتابة قسمنا شعور حول العالم birinchi vaqtamiz olamdagi millatlar xalqlar jamoat soydin ovlamoqtuhun kulba bariyun yerga oid maiyun suvga oid toyirun uchuvchi qoimatun chodir zallajatun chana tadfiyatun isitmoq nayyun xom yujaffifu quritmoq yada'u qo'ymoq yush'ilu yondirmoq yazubu erimoq eritmoq o'sha erimoq yasta'milu foydalanmoq yuhaddiru hozirlamoq yatlu qovurmoq bahizu saman ya'ni narxi qimmat al-qutbul mutajammidu shimoliy musib qutbi lahmun muqaddadun qovurilgan go'sht al-askimu jamoatun minan nasi taskunu fi mintaqati al-qutbul mutajammidi shimoliy askim qabilasi mana shu shimoliy musib qutbi mintaqasida yashovchi insonlardan bo'lgan jamoatlardir. وهي منطقة باردة جدا وقاحلة ليس فيها أشجار كثيرة ولا مزروعات. va bu mintaqa sovuq, juda ham sovuq bo'lgan va qohila, ya'ni hosilsiz bo'lgan mintaqadir. Bu yerda daraxtlar ham va ekin-tekin ham ko'p emas. طعام النسل الأساسي في القطب المتجمد الشمالي اللحوم المختلفة الحمراء والبيضاء. Ya'ni mana shu shimoliy musib qutbidagi insonlarning asosiy taomi ya'ni turli xil go'shtlardir. Ya'ni qizil go'shtlar va oq go'shtlar. Qizil go'shtlar bu mol go'shtlari, oq go'shtlar esa tovuq kabi go'shtlardir. Al-khudrawat wal fawakihu fa hiya qalilatun jiddan wa bahizatus saman. Mevalar va sabzavotlarga to'xtaladigan bo'lsak, ular juda ham kam va narxi ham qimmat. Li'anna tabi'atal mintaqati va ardoha faqiratun va mughattatun bis-suruji wa shuhuri sana. Chunki bu mintaqaning yerlari va tabiati faqirdir, ya'ni kambag'aldir, nochordir va ya'ni hosilsizdir va yilning ko'p oylarida mana shu qor bilan o'ralgandir. Haddiru sha'bul askimu ta'amu bi turuqin muxtalifa. Askim qabilasi turli xil yo'llar bilan taomlarni tayyorlashadi. Fahum yujaffifuna al-luhum al-hamra, ya'ni adatan va tusamma al-lahmul muqaddada. Va ya'ni ularning yo'llaridan biri nima desa, qizil go'shtlarni yujaffif qilishadi, ya'ni quritishadi va uni lahmul muqaddad, qovurilgan go'sht deb atashadi. Va ahyanan yadkhulu ta'ama bi isti'mali zaytil hut. Va ba'zida baliqlarni yog'ini ishlatib o'zlarini ovqatlarini qovurishadi. Yoki yerga qo'yib qo'yishadi. Va ahyanan yaquluna ta'aman nayyan duna tab. Ba'zi esa mana shu ovqatlarini pishirmasdan holigacha iste'mol qilishadi. وأما عن المهنة الأساسية عند الشعب الأسكيم فهي الصيد. Lekin asosiy mehnat turiga keladigan bo'lsak, bu ovchilikdir. Hum sayyaduna mahiruna jiddan. Ular mohir sayyodlardir, ya'ni ovlovchilar. يصيدون عادة كل الحيوانات البرية والمائية والطائرة في المنطقة كالوعل والفقمة والحوت والأسماك المختلفة والطيور والدب القطبي أيضا. وأما lekin ular mana ovlashadi desa, shu bari, ya'ni yerga oid, quruqlikka oid yoki suvga oid yoki uchuvchi hayvonlar hammasi ovlashaveradi. Misol uchun tog' echkisi yoki tyulen yoki kit yoki asmak, ya'ni turli xil baliqlar va qushlar va qutb ayiqlarni ham ovlab iste'mol qilishaveradi. يعيش شعب الأسكيمو عادة في أكواخ مصنوعة من الجليد. ya'ni muzdan yasalgan kulbalarda yashashadi odatda. Wala yush'iruna an-nara dakhil al-kukh, ya'ni kukhni ichida, kulbani ichida olov yoqishmaydi. Li'anna judron al-kukhi tazub. Chunki mana shu devorlar, muzdan yasalgan devorlar erib ketib qoladi. Amma ardul kukhi fa mafrushatun bi juludil hayvonati wa firaiha. Lekin uni yeri, ya'ni kukhni yeri, kulbani yeri hayvonlarning terisi va ularning mo'ynalari bilan qoplangandir. Al-malabisu 'inda al-askimu saqilatun da'iman. Askim qabilasining kiyimlari doim og'irdir. Chunki li'anna al-harorata munxafidatun jiddan. Chunki harorat u yerda past bo'ladi. Va yalbasu 'adatan ahlul askimu malabisan masnu'atan min al-jildi wal farwi li tadfiyat al-jism.
Ammo lekin mana shu askim qabilasi ahllari jild, ya'ni teri va mo'ynadan qilingan kiyimlarni o'zlarini jismlarini isitmoqligi uchun kiyishadi. ويستخدم شعب الأسكيم وسائل المواصلات بسيطة للانتقال من مكان إلى آخر. Bir joydan ikkinchi joyga ko'chmoqlik uchun o'ta oddiy bo'lgan transport vositalaridan foydalanishadi. ومن وسائل المستخدمة القوارب الصغيرة والزلاجات الخشبية التي تجرها الكلاب. Lekin mana shu foydalaniladigan vasoillar nimalar desa, qavorib, ya'ni qayiqlar, kichkina qayiqlar va chanalar, yog'och chanalar. Bu yog'och chanalarni itlar tortadi. Allohu a'lamu bis-savab.